Assalomu alaykum, kelajak optim go'sht markazi mijozlari. Bizda har jumalik aksiyamiz davom etmoqda. Go'shtlarimiz sveji holatda. Qosob akamiz narxlar bilan tanishtiradilar. Jon keling, ertangi juma kuniga buqalarimiz so'yilgan halol mesning o'zimizning buqalar 110 ming so'mdan aksiya ketyapti hozir. Oldin ham ketganda yana ketadi va xolos ertangi kunga so'yilgan bu buqamiz 110 ming so'mdan. Qo'chqorda ham zo'rg'in so'yilgan xolasa 140 ming so'mdan ko'rishingiz mumkin. Xolasa odamlar yoqada yoqsiz chiroyli go'sht. Ichkarisida ham hamma go'sht mahsulotlarimiz bor aka. Ichkarida ham bor xolasa. Ichkarida kechki payt bo'lganligi uchun sal oziq qolgan mahsulotlarimiz tarqanda shunaqa tovuq go'shti mahsulotlarimizda marnovka qilinganlari ham bor. To'q fabrikatlarimiz bor, qiymalarimiz bor, mol yuragi, mol yog'i barcha narsalar mavjud bizda. Qo'yning go'shti bor, chopilgan tayyor. Hozir mol go'shtlarimizda ham shunaqa lahm bilan kesib qo'yilgani ham bor, shunaqa cho'p sho'rvaga tayyor qilib qo'yilgani ham bor. Bilishlaringiz mumkin. Bu yerda mana ko'rganingizdek yarim muzlatilgan tovuq go'shtlarimiz barchasi mavjud. Xudo xolasa ko'raverasiz. Buyerda muzlagan go'shtlarimiz bor, barchasi mavjud xudo xolasa. Manzilimiz esa Buromot sentri Zingir bog'chamizning ro'parasida. Barchalaringni ertangi kun aksiyamizda kutib qolamiz. Bo'lamiz.